Yaxşımsızlar, umaq dostlar. Mən sizlərə bugün yeni bir hikayə elib gəldim. Hakim yutgan eşəkni qandaq tapdı? Qani birlikdə anlap baqaylı qandaq tepibdi. Qadimki zamanda bir səralıq dehqon eshikini minib shahar kiribdi. Shahar kirgandan keyin eshikini uloq bog'laydigan joyga bog'lab qo'yib, o'zi bozor aralab yuribdi. Shahardagi qiziqchiliklardan beshi aylangan dehqon eshikini aslan chiqarib qo'yibdi. Bir chaqda eshik esiga tushib, darhol eshak bog'lagan yerga kelsa, bog'liq turgan bir tup uloqlar orasida eshigi yo'q turgandek. Buningga ajablangan dehqon biri minib ketgan bo'lsa kerak, ekilib qo'yar deb kech kirguncha saqlabdi. Biroq eshakdan derak bo'lmabdi. Bog'liq turgan uloqlarni bo'lsa egilari ekib etibdi. U yerda faqat qo'tur, ko'rimsiz bir eshak qoldi. Ammo uni hech kim olg'ili kelmabdi. Buni ko'rgan dehqon o'yla oxiri o'z eshigini mushu eshakning egisi aketganligini jazmlashtirdi. Nima qilishni bilmay turganda o'tib ketayotgan bir odam uning ahvolidan xabardor bo'ldi. Hamda uni hokimga arz qilishga undabdi. Dehqon kecha shu yerda tunab atsi hokimning huzuriga borsa, oqshom o'ziga nasihat bergan odam hokimning o'rnida o'tirgandek. Hokim dehqonni ko'rib, kulib turib va uningga: "Ajablanma, men bu shaharning hokimi bo'lman. Pat-patlab, puxrachi yasinib, ahvol tekshirman. Sen yiliqi qo'tur eshakni menga topshirib, uyingga xotirjam ketaver. Eshiging cho'qim 1-2 kunning ichida tepiladi. Men uni yasovullardan avat berman" debdi. Hokimning so'zini anglagan dehqon uningdan bakmi so'yinibdi. Dehqonning eshigi rostilla tepilibdi. Aslida yiliqi qo'tur eshakning egisi uni o'zining eshigiga tegishib olgan ekan. Qani hokim eshakni qandoq topdi? Javobi: Hokim yiliqi qo'tur eshakni bir kecha kunduz och qo'ydi. Ertasi eshakni qo'yib etib, uning orqasiga payloqchi silib qo'ydi. Och qolgan eshak o'ziga yem berib o'gatgan egisining uyiga boradi. Shunda qilib o'g'ri tutilib, eshak egisiga qaytarildi. Tushundinglarmi, do'stlar? Ajab yaxshi hikoya ekan bu. Rahmat sizlarga.